O'zbeklar Kongoning qimirlamay turadigan muxlisi bilan 28-iyun kuni uchrashishadi. Kongo terma jamoasining eng mashhur muxlisini bilasizmi? Jahon chempionati va Afrika Kubogi o'yinlarida tribunada qimirlamay turadigan rang-barang kostyumdagi sirli insonni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Uning ismi Mishel Kuka. U o'yin davomida deyarli harakatsiz turadi. Hatto jamoasi gol urganda ham hissiyotlarini namoyon qilmaydi. O'ng qo'lini tirsagidan bukib yuqoriga ko'targan holda uzoqqa tikilib turishi bilan tanilgan. Kuka har bir uchrashuv uchun Kongo bayrog'i ranglari ko'k, sariq va qizil ranglarda maxsus obraz tayyorlaydi. Uning soch turmagi va ko'zoynagi esa 1960-yillar uslubini eslatadi. Bu obraz mamlakatning ilk bosh vaziri va mustaqillik qahramoni Patrice Lumumba xotirasiga bag'ishlangan. Muxlisning mashhur pozasi ham Kinshasadagi Lumumba haykalidan ilhomlangan. U bizga erkinlik bergan inson, u xalqimiz uchun jonini fido qilgan qahramon, deydi Kuka. Bir holatda 90 daqiqa, ba'zan esa 120 daqiqagacha turish oson emas. Shu sababli u har kuni 45-50 daqiqa davomida maxsus mashq qilib qimirlamay turishni o'rganadi. Muxlisning aytishicha, u o'yin davomida qimirlamay turib futbolchilarga ruhiy kuch va ijobiy energiya yuborishga harakat qiladi. Siz ham o'z terma jamoangiz uchun 90 daqiqa